Salom salom. Bu degan Duncan's Sims kanali va bu ko'rib turganinglardek bu mobil o'yin obzori. Men YouTube'da juda ham ko'plab videolar ko'rdim. Sims Free Play faqat rus va ingliz tilidagi blogerlar, ya'ni sim blogerlar, sim player blogerlarni ko'p ishlarini ko'rdim, lekin umuman o'zbekchada yo'q ekan. Shuning uchun qaror qabul qildimki, kanalimda o'zbekchada bu o'yinni obzor qilaman. O'yinga kirishimiz bilan otxonaga kelib qoldik. Bu Sims Free Play'dagi otxona. Buni ham qurishga qanchadir vaqtim ketgan. No mayli, bu haqida keyin obzor qilamiz. Avvalo sizlarni ogohlantiray, kim ko'p gapiradiganlarni yomon ko'rsa, bu kanal unda ular uchun emas. Chunki bu o'yin shuni taqozo qiladi, ko'p gapirishni. Xullas, tем более uyda zerikib o'tirgan odam ko'p gapiradi. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda Sim Town, ya'ni Sim shahari, Sims shahari. Bu yerda общий nechta uy borligini hali sanamaganman. Shularni hammasini o'zim noldan qurganman. Hozir urovinim 17-urovin va bu darajaga chiqish uchun bez donat, ya'ni hech qanday pul tashlamasdan, hali esimga yetganim yo'q, oddiy o'yin uchun haqiqiy pul ishlatadigan. Shuning uchun har xil yo'llar bilan pullarni ko'paytirib uy olib uy sotaman. Shunda uyim, xullas pulim ko'proq bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda hozir internet ishlamay qoldi. Bir nima ko'rsatmoqchi edim keyingi safar. Xullas ko'rishinglar mumkin, bu katta shahar. Buni hammasini o'zim aytganimdek noldan boshlaganman. Hozir bitta ikkita oila bilan sizlarni tanishtiraman. Hozirchalik biz parkka keldik. Parkda chunki zadaniya bajaryapmiz. Kim Sims Free Play o'ynasa, bu как xola deydi. Mani uyimdagilar biladi shunaqa o'yin o'ynashimni, fanati ekanligimni. O'g'il bolalarga PUBG Mobile ya'ni yoqsa, mana Call of Duty, GTA yoki PUBGchilar stream qiladi YouTube'da. Ko'p hollarda streamlarni ko'rganman. Lekin haqiqatan mana shu o'yinni YouTube'da o'zbekcha versiyasini ko'rmadim. Shuning uchun o'zim boshlashga qaror qildim. Ko'rishlar mumkin, bitmas tuganmas zadaniya bajaramiz bu yerda. Men hali 50%, ya'ni 49 tami zadaniya bajarib bo'lganman. Bu yerda yejdini, tilim kelishmay qoldi. Xullas, daily tasks, ya'ni questlar bajaramiz. Bu yerda bizga nagradalar beradi. Uni olamiz. Xullas 3400. Aslida chaqa pul. Bu xuddiki mana zadaniya bajarishga o'tyapti. Uyda qo'shnisi, aslida yigiti yuribdi ekan. Bu nima desam ekan, bu o'yin umuman kichkinalarga tavsiya qilmayman. Chunki bu Play Store'da ham, ya'ni Play Market'da ham ogohlantirish berilgan +16, ya'ni 16 yoshdan kattalar o'ynashi kerak bu o'yinni. Umuman yosh bolalarga to'g'ri kelmaydigan sahnalari ham bor. Birinchi videodan bunaqa narsalarni ko'rsatmayman. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishlar mumkin bo'ladi. Hozir biz uni uyiga ketdik. Haligi boyagi qiz zadaniya bajarishga o'tirdi. 1,5 soat vaqt ketadi uni. 1,5 soatdan keyin kirganimizda u zadaniyani bajarib bo'lgan bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin, общий luk. Bu o'sha bolani uyi. Mana bunaqa zo'r mashinasi bor. Chiroyli ko'rinishi, xullas mana kiravurishdan o'tib mana living room deydi. Bu yerda dining room ham qo'shilib ketgan, ya'ni ovqatlanadigan xona bilan kiravurish. Xullas living room o'zbekchada bilmadim nima bo'lardi. Mana bu yerda pianinasi bor, chalib turadi. Xullas bu umuman uyni o'zi anaqa qilmaydi, o'zi ishlamaydi bu uyda. Xizmatkori bor, xizmatkor ketgan hozir kechqurun. Oshxonasida umuman ovqat qilmasa ham shunaqa anaqalari ko'p. Conditions nima derdi? Xullas sharoiti zo'r. Keyin yana uyni obzor qilamiz uni, chunki pastda podval ham bor.
Xullas mana yana bu ikkalasi qo'shni. Aytdim-ku, yigiti qo'shnisi deb. Xullas, два в одном. Yon qo'shni, jon qo'shni. Xullas, yangi emas. Mana bizda bir oila bor. Musulmon oilasi. Menga bularni uyi, xullas hamma narsasi absolyutno juda ham yoqadi. Mana ko'rishlar mumkin, uni birinchi qizi, katta qizi. Dadasi bilan gaplashadi hozir biroz. Dadasi bilan gaplashadi, biz ungacha uyni ko'rib chiqamiz. Общий look, ya'ni umumiy ko'rinish juda ham chiroyli. Mana bitta mushugimiz bir narsa topib oldi. Menga yoqadigani shuki, bu yerda pitomsdan boqasiz. Ya'ni mana ko'rasizlarmi? Oshxonasini qaranglar. Xullas, uyimdagilarga ko'rsatganimda shu o'yinni ko'proq ukalarim aytdi, xuddi xola-xolakasim ekanda degandi. Ha, haqiqatan xolakasim. Kim yoshligida xolakasimni ko'p o'ynagan bo'lsa qizlar, bu o'yinni sevadi, точно sevadi. Shaxsan men 12 yoshimgacha o'ynaganman. 12 yoshimda buvim urushib, nima ertaga erga tegadigan qiz, ahvolingni qara degandan keyin o'shanda ham bekinib o'ynaganman. U biza vaqtda u telefon, yigitlarga qarash, gaplashish unaqa bo'lmagan. Shuning uchun bilasizlarmi, shu ustidagi unaqa glavniy poster rasmini o'zgartirsa juda ham yaxshi bo'lardi. G'alati rasm tanlashgan. Nima demoqchi edim? Bu kichkina qiziga bo'lajak xona. Nima deyotganim esimdan chiqib ketdi. Xullas 12 yoshimgacha, 13 yoshimgacha xola-xolakasim o'ynaganman. Dugonasini chaqirdik. Endi dugonasi bilan gaplashadi, keyin biroz birga o'ynashadi. Ya'ni dars qilishadi. Mana hozir xonasiga nima qilsak bo'ladi bularni chiqarib. Keyin shularni karavotda просто o'ynatamiz. Ya'ni sakratamiz. Hamma karavotda sakrab o'ynagan yoshligida. Xullas, mana shunaqa holat bo'ladi hozir. Yana mushugimiz bir nima topdi, bular pul keladi. Bittasi 5, bittasi 1 tanga olib keldi. Bu общий bu bozor. Bozor. Bu bagajimizdagi hamma narsalar bular tekin, chunki bu biz bagajimizda turibdi. Juda ham mana sotsa bo'ladi, kerak emas narsalarni sotib o'rsangiz bo'ladi. Qimmat. Xullas, bu o'yinning yaxshi tarafi shundaki, siz rus tilida yoki ingliz tilida o'ynay olasiz bu o'yinni. Shunda qaysi tilda bo'lsa, o'sha tilni siz mukammal o'rganasiz. Misol uchun, zadaniya bajarayotganingizda полный ingliz tilida bo'ladi. Siz uni tushunib, o'sha zadaniyani bajarishingiz uchun keyingi urovengga o'tishga harakat qilasiz va o'sha narsani tushunishga harakat qilasiz. Tushunmasangiz, даже lug'atlarga o'tasiz, qaraysiz, nima degani bu deysiz. Xullas, esingizda qolib ketadi. Misol uchun, men birinchi shu o'yinni o'ynaganimda rakvinani ingliz tilida singligini bilganman. Shu yerda bilganman. Bo'lgani bu tilingizni oshirishda ham dizaynerligingizni oshirishda ham, mana uy dizaynerligini oshirishda ham anaqa nima yordam beradi. Mana karavotda o'ynashyapti bular. Dugonanglarni chaqirsanglar u uylariga kelib, u krossovkasi bilan joylarga chiqib shunaqa sakrasa nima qilar deylar. Bir tepardim, nima deyiladi. Xullas, mana bular maktab o'quvchilari. Menimcha shu yoshi 12, 13 aytganimdek mana men kukla o'ynab yurgan vaqtimdagi davrlarda juda ham chiroyli. Oldin bilasizlarmi, men bu o'yinda 4 yil avval boshlaganman, lekin tashlab chiqib ketganman. Chunki grafikasi u paytda umuman bunaqa emasdi. Chiroyli emasdi. Odamlari ham unaqa chiroyli emasdi, xunukroq edi. Kiyimlari, xullas, vыбор juda ham kam edi. Shuning uchun chiqib ketganman zerikib. Bilasizlarmi, mana shu yomg'ir unaqa tushganda bilasizlarmi, kino bor-ku, mana shuni ichidan masxaraboz chiqib bolani qo'lini yeb qo'yib tortib oladi-yu. Xullas, Ono degan film bor, It inglizchasiga. Juda ham qo'rqaman o'sha kinodan.
shaxsan yoshim 27ga почти 30ga yaqinlashib qolayotgan ikkita bolani onasi bo'lishimga qaramasdan haligacha svetni o'chirib joyimgacha yuguraman. Shuncha qorong'i, xullas qorong'ida qo'rqinchli kinolar ko'rish, umuman qo'rqinchli kino kunduzi ham ko'rmayman. Xullas boyagi musulmon oilasi deganim mana onasi hozir bizni questimizni bajaryapti. Mana bu lojaga e'tibor bermaysizlar. Bu lojani tozalasa bo'ladi, faqat mana u janob qochsa. Mana ko'rishlar mumkin, bu yerda judayam katta besporядка, bardak bo'lib yotibdi. Chunki bu hali bitmagan, ya'ni questni bajaryapmiz. Qachon quest tugasa, ya'ni zadaniya tugasa, bu ochiladi, keyin tozalash ishlari boshlanadi. Buni qachon tozalab olaman bilmadim, chunki 2 etaj ekan ham judayam ko'p vaqt talab qilinadi. Senga nima zarur, shuncha vaqtingni shu o'yinga bag'ishlab deydiganlar bo'lsa, topiladi ham. Chunki просто bu hammani o'zini har xil hobbisi bor. Misol uchun men mana shu o'yinni o'ynasam, asablarim tinchlanadi. Chunki bu yerda xuddiki o'zingiz borgandek bo'lasiz. Mana ko'rasizlarmi? Bu joy ham xuddi boyagi joydaqa besporядка, bardak bo'lib yotuvdi. Tozalaganman hamma narsani. Mana ular bitta-bitta qurganman. Ko'p gapirib, nafasim ichimga tushib ketdi. Xullas mana ko'rishlar mumkin bu yerda. Yana bir narsa qurganmiz. 2 soat bor ekan. 2 soatdan keyin ochiladi. Mana bu oyoq o'yini ham qurganman. Mana bu nima? Xullas, bitta piknik qilsa bo'ladi. Judayam chiroyli joy. Do'konlarning ko'pchiligiga shu o'yin haqida aytganimda, detskiymisan degan. Mayli, shu odatim menga yoqadi. Buni detskiy deydi, bo'lmaydi. Mana bu yerda ikkita yangi uy qurganmiz. Mana sizlarga hozir ichini ko'rsataman. Mana aytdim-ku, pulni ko'paytirish uchun uy olib, uy sotaman deb. Mana bu yerda xuddi alkash aroqqa pul topolmay uydagi hamma narsani sotadi-ku. Xullas shunaqa qilib sotib chiqqanman. Yana bitta questni bajarsam, pastdagi qavatlarni polni sotsam bo'ladi. Hozircha yo'q. Shuning uchun turibdi, chunki qimmat. Buni shunchaki udalit qilib olish, nima deydi? Невыгодно deydi-yu, shunaqa. Mana o'sha uyni to'liq versiyasini ko'rsataman hozir ichidagi mebellari bilan. Bu uyni sotib olganingizda arzonga sotib olasiz, sotib olganingizda, ya'ni buyumlarini sotib olganingizda, xonalarini sotib olganingizda qimmatga sotasiz. Bu sizga tepadagi similyon deydi, yashil tangalar, yashil pullar, dollar deylik, shuni oshirishga, ko'paytirishga yordam beradi. Mana общий look juda ham chiroyli. Umumiy ko'rinishi uyni yoqadi menga, juda ham chiroyli. Lekin buni yana sotamiz. Xuddi boya aytganimdek, aroqqa pul ishlaymiz. Tavba qildim. Va aslida ichmayman. Ichadiganlarni ham yomon ko'raman. Xullas, bu yerda nima? Bu avtosalon, bu ishlaydigan joy, supermarket bor bizda. Hamma narsa noldan boshlab qurilgan. Bu xuddi Abu Saxiy. Bularning Abu Saxiysi, bozori, kiyim-kechak do'koni. Bu sport zal emas, xullas u kino oladigan joy, bu maktab. Bu suzish kompleksi deydi-yu, kiramiz. Mana ular o'yinimni boshidan shunaqa kanal ochmaganimga afsusdaman, chunki tasavvurni ishlatish qiyin. Lekin kim qiziqsa, ruscha yoki inglizcha poisk bersa YouTube'ga hammasi ko'rinadi, qanday bo'lgani boshida. Mod o'yinini ham, ya'ni Sims Free Play modini ham, ya'ni взломный игрani ham o'ynadim. Lekin взломныйda baribir
nima desam ekan, hamma narsa ochiq bo'lgani bilan ofitsialniga yetmas ekan baribir. Mana ko'rishlar mumkin, suzadi. Bular basseynda cho'milganda xuddi o'zim cho'milgandek bo'laman. Bolaligimda Aruvda ham cho'milmaganman. Uyimdagilar ruxsat bermasdi. Cho'milgan o'rtoqlarim tomosha qilib qaytib kelardim. Hozir bu yerdan tramplin deydimi, nima derdim buni. Xullas shu yerdan sakraydi. Mana sakradi. Janoblari, bu ham shu 13-12 yoshli bola. Xullas u chiqib ketadi. Uni uyiga jo'natamiz, o'zimiz boshqa joyga boramiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shuki, bu shaharni umumiy ko'rinishi. Bu yerda bizda park bor, har xil. Mana bu yerda film olinadi deydi. Film olinadigan studiya. Unga keyin ko'rsataman. Birinchi videodan u karyera haqida qilmoqchi emasman. Ya'ni karyera deganim kasblar haqida emas. U haqida ham bo'ladi, xudo xolasa. Xullas hozir men bu nima derdi? Bu island qandaydir orol, yashirin orol deydi. Mana boyagidaqa uy qurib qo'yganman. Uni ham ichidan shipshidon qilganman. Bu yerda hozir yoqadigan uyim qayiqdagi uy. 3 etajli, juda ham chiroyli uyi bor. Bu yerda bir bo'ydoq bola turadi. Hozir u ishda. Mana ko'rishlar mumkin bu yerda. Shunaqa chiroyli. Mushuchasi ham bor, qop-qoragina. U hali kichkina. Qanaqa pul yoki bir nima topib kelmaydi biz. Bu yerda mana oshxona. Oshxonada u umuman hech nima qilmagan, pishirmagan ham. O'g'il bola nima ham qilardi. Bu ikkinchi etaji ko'proq faqat kabinet, ish kabineti, ya'ni kiyim almashtirsa bo'ladi, hojatxonasi bor va mana aytganimdek kabinet, ish kabineti. Bitta qandaydir bir kompyuterda biror nima ish qilish mumkin. 3-etaj faqat yotoqxona bilan katta vanna, yuvinish xonasi. Bu bo'ydoqcha hayot uchun atalgan uy deb hisoblayman. Chunki detskisi yo'q. Menimcha bu oila qurganda bu yerdan ko'chib ketadi deb o'ylayman. Bu bola oila qurganda ko'chib ketadi. Uni mashinasi ham bor. Sparkka o'xshaydi uzoqdan. Balkim Sparkdir. Mashinalar haqida ham keyingi videolarda obzor qilaman. Bu hozircha to'g'risini aytsam birinchi videom bo'lgani uchun biroz hayajondaman. Chunki birinchi kanalimni ingliz tilida yuritmoqchi edim. Чтобы ingliz tilida speakingimni oshirish uchun. Lekin o'ylab qarasam, unaqa speaking qilishdan ko'ra dars qilgan tezroq ekan. Keyin o'ylab qarasam, nimaga YouTube'da umuman o'zbek tilida anaqalar yo'q, mayda videolar yo'q dedim. Ya'ni mana shu o'yinni haqida. Shuning uchun birinchi o'zim bo'lay dedim. Mana ko'rayotgan zadaniyalar, mana boya aytganim, boyagi hijobli Aisha Adams o'sha tepadagi zadaniyani bajaryapti, bu pastgina ham общий hammasi bajaryapti. Xullas, bugungi videoga yakun yasashdan oldin 20 daqiqalarni menga ajratganinglar uchun kattakon rahmat va boshlarini og'ritgan bo'lsam uzr so'rayman va videomga o'zinglarni fikringlarni, izohinglarni qoldirishinglarni kutib qo'ygan bo'lardim. Xato kamchiliklar bo'lsa aybga buyurmaysizlar.
birinchi videom va juda katta hayajon bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha dayin dankin bo'ldi.